Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Imom al-Buxoriy haqida 10 ta fakt keltiramiz. Imom al-Buxoriyning to'liq ismi Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yilda hozirgi Buxoro shahrida tug'ilgan. 10 yoshida Qur'onni yod olgan. Hadis ilmini esa 11 yoshida boshlagan. Imom al-Buxoriy 600 mingdan ortiq hadisni o'rgangan va o'zining kitobiga 7275 ta hadisni kiritgan. Eng mashhur asarlari Al-Jomi as-Sahih hisoblanadi. Imom al-Buxoriy 300 mingdan ortiq hadisni yod olgan. Imom al-Buxoriy har bitta hadisni tekshirish uchun 100 ming marotabadan ko'p o'rgangan. Imom al-Buxoriy har bitta hadisni kitobga kiritmasdan avval 2 rakat namoz o'qib Allohdan yordam so'ragan.